Assalomu alaykum do'stlar, bog'bonlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 1-fevralga o'tdik. Xudo xolasa mana o'zimizni agorodda turibman. Hozir dala hovlimiz. Sizlar bilan nimani ulashmoqchi bo'ldim. 5 sotiklik joyimiz, narigi 4 sotik, 9 sotik opshim. Ko'pchilik suvdan tanqisdan dasyorim yo'q degan maqsadda ko'pchilik agorodlarini, dala hovlilarini ekmayapti. Unga sherikka berib yuboryapti. Shu ma'noda yengil bo'ladigan sabablari, tomonlarini tushuntirib o'tmoqchiman. Mana bunday qilmoqchi bo'lsalaring ham bo'ladi, qilsalaring. Mana shuning uchun tushuncha berib o'tayin deb bu bodomlarni ekilish sxemasi haqida aytib o'taman. Xo'p, mana chegaradan 2 metr tashlaganmiz. Oraliqlar 3 metr. Qator oraliq 3 metr, mevalar oraligi ham 3 metr. 3 ga 3 sxemada. 2024-yil ekilgan bodomlarimiz 2 yosh mana. Hop, 3 ga 3 sxemada ekilaveradi bizning sharoitda. Endi katta bog' yaratguvchilar yerga qarab, masalan 4 ga 5 ham ekyapti. Bizda 3 ga 3 eksak bo'laveradi. Mevalarimiz bodom ko'chatga unaqa shaftoli o'xshab yonga tashlamaydi, olmalarga o'xshab bir-biriga tegmasdan hosil qilganda ham oftob yeya oladi, yorug'lik ola oladi. Hop, agatimizni mana uzunligi 50 metr ekan. Shunga bir qatorga 14 tutdan, 3 ga 3 sxemada 14 tutdan ko'chat siqyapti. Shunda 3 qatorimizga hop, 3 qator, bu yoqda 3 qator. 6 qator joyga mana 84 tup ko'chat ekilgan. 4 sotik asosan ko'pchilikda eng kami 4 sotik joylar bor. Mana hisoblasalaring 4 sotik joyga 14 dan bo'lsa 42 ta. 42 tup ko'chat sig'adi. 42 tup ko'chat yaxshilab parvarish qilib, qaratib, ham ishlar yengil bo'ladi. Yilda erta bahor, kuzda haydatib sarf qilavermaysizlar. Xohlasalaring tagiga 3-4 yil mana mayda ekib tursa bo'ladi. Kartoshkami, olaylarmi? Kim xohlasa hayvoni borlar beda chachib qo'ysa ham bo'ladi. Gulidan oldin bir sug'oriladi. Asosan bu bog'lar masalan bodom pishguncha yana ikkinchi suvni beriladi xolos. Shu bilan yog'i ekiningizga qarab sug'oraverasiz. Sholi ko'chat, sholiga o'xshab chelizdan hali sug'orishim kerak deb odamlar hozir tashlab o'tyapti yerlarini. Bu usulga o'tsalaring, masalan dasyaringiz bo'lmasa ham o'zingiz kelib qarab ketib tursangiz bo'ladi. Kunda kelib chopiq qilavermaysiz. Endi kalkulyatsiyasini o'zlaringiz chiqarib olaverasizlar. Masalan, mana 2 yosh bo'lsa, 3-4 yoshda o'zi bilan meva kiradi. Yarim kilo, 1 kilo qilib. Hop, bodomlarni mana katta bodomlar ham eng kam kichkina bodomlarimiz ham masalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo qilib boshlanadi. Kattaroq bodomlar 10 kilo, 15 kilo, 20 kilocha qiladigan bodomlar ham bor mana uy sharoitimizda. Endi bu yerdan o'rtacha masalan meva kirib olgandan keyin 1 kilo, yiliga 2 kilo, 3 kilo, 4-5 kilogacha bir tupdan hosil oladigan meva bo'ladi. Endi masalan 4 sotikdan 42 tup narsada masalan kalkulyatsiya qilsalaring, o'sha burga kartoshka sholi ekkan daromadlaringdan 3 barobar daromad kirasizlar. Endi hali ho'l mevaga qaraganda bodomning afzalligi vaqtida sotolmadim demaysiz. Ochilgan bilan qoqib ketasiz, tozalab qop-qosab qo'yasiz, turaveradi necha yil bo'lsa. Qo'ng'iz bodom, hozir bodomlar masalan bozorlarda ko'ryapsiz, tayyorlab sotganlar bozorda 100 ming tevasida.
Biz o'zimizda masalan 50 ming 60 mingdan o'tyapti choy qo'ychilarga. Ular ham keyin kimdir qo'llariga o'tadi. Ular ham ishlab berib keyin bozorga chiqadi. 2-3 ishlovlardan keyin. Mana shu 2 yosh ko'chatlarimiz. Mana 8-yanvarda shakl berganmiz. Endi mana buyog'i ishlov chilla chiqib olsa, orasiga ekin ekaveramiz. Hop, yana mavzular chiqsa yana yoritib boraveramiz. Hozircha shu sxemasini tushuntirib o'tdim, ekilish sxemasini. Harakat qilsalaring mana yerlarni unga bunga bermay haydatib, endi dala sharoitida eng osoni shu bodom ko'chat. Unisi tegdi, bunisi tegadi demaysiz. Gilos ekib bo'lmaydi. Qo'l chovlaydi, shaftolilar ham qo'l chovlaydi. Har kuni kelib bayda qorovullik qila olmaysiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolargacha